Sun Wukong'ning badinda nechtal maymun tuki bor. Endi ma gaplar desam, voy bu qodiy kitob ma'lum, endi mashnim so'zlarimiz pek mazilishib ketdingizmi deb o'yladingizlar qachon shunami? Chunki men mashta o'ylagan. Endi yeni men Magwalavshiniki bir tuniga bir zopini ko'rib qoldim. Qarsam bu mashta debda Sun Wukong yo jigan xomao deb so'zlayotdi. Shular men o'yladim ajab bir mazilishib ketdimi ma'lum. Endi mash gapnim so'zlamdi, pingluvchida haqli so'rab qo'ysa ashning deymizmi nechtal tuki bor deb. Bu xuddi apandimning ishigining nechtal tuki bor degandek bir gap-ku bu. Deb o'ylab kelmalkin tafsili anglab bo'lgandan keyin men shunda qoyil bo'ldim. Mazmun oxirigacha anglasanglar, sizlarmi qoyil bo'lsizlar. Unda mazmun qiziqadigan do'stlar meni guanjo qo'lib, birdan yaxshi yurganlarni bir betib, mazmunning davomini anglanglar. Qaranglar, Sun Wukong'ning badinda nechtal maymun tuki bor degan bu mazmunni anglagandan keyin hayron qoldim. Sun Wukong'ning badinda 84 ming tal maymun tuki bor ekan. Endi buni men Magwalavshni anglab bo'lganki, bu asli asardimi haqiqatan xotirlanib. Men endi bosh aniq paketlar mush asarda xotirlanmasa hargiz demayman bu mazmunni deb qo'limda maqarsanglar 3 nusxadagi g'arib sayot bor. Ma'u necha vaqt tekst etayotgan aqablik 4 klassik asardagi banbasi. Endi bu kitobni olganlar bo'lsanglar, asarning diyor quyuqi 2-bobining 7-bet o'ttir qismini qarsanglar, maqalamni chizib qo'ydim. Naq mushada aniq baka. Ya'ni bu vaqt qaysi mazmun olsanglar, Sun Wukong Puti lavzudan marat o'ginib kelgandan keyin Chimentaqni yeliq albasta egallab oldi. Mana shu vaqtda Sun Wukongning tek oltin to'qliq kursi yo'q. Uning bilan badanda bir tutam yeliq tuknelib deb maymunlarga o'zgartirdi. 2-3 tal maymun paydo bo'ldi. Keyin buni ular urishdi. Shu vaqtimizda mishara aniq sanspirda Shenshan yo Bawan Sichen Mao yudi. Gungunning bendaydi. Badinki 84 ming tal tukning hamsi o'zgara oladi ekan. Endi bu bir kitobga men qoyilmay Mao dastlab boshlatgan ma kitobim qardim. Bu kitobim qarab bakinglar, buning diyor quyuqining 13-bet qarsa, mash aniq mush gaplar xotirlanib ekan. Endi men yeni buning qoyilmay, endi manusxini ko'rsanglar, Mao 90-yildagi banbansi. G'arib sayyohatning eng kod banbanlarining birisini qo'lib bir yoymidan setib olgan men buni. Endi mush bakarak ishonchli deb o'ylab, mushnodim izladim. Buningdan izlasam, o'xshashlar 15-betidan naq mashmuzning kelganda aniq bakamash gap. Mana shu rasmni tortib chiqarib qo'ydim, ko'rib baqsanglar bo'ladi. Qo'linglarda mana shu g'arib sayyohat nomli asarning davlatlik banbansi bor. Sizlarimiz deb baqsanglar bo'ladi. Rast bormikan, yo'qmikan? Shuning bilan bu bir chaqchaq qiziqchilik nuqtasidagi aytilgan Sun Wukongning badinda nechtal tuki bor degan bu gap haqiqiy amaliy paket bilan chiqib qoldi. Amaliy paket bilan isbotlab berdim. Qoyil bo'ldinglarmi? Endi eng dastlab Sun Wukong Chimentaqdagi vaqtda Sun Wukongning badinda 84 ming tal tuki bor ekan. Biroq Nomakil Sapirda 84 mingda 3 tal tuki bor. Bu 3 tal tuki nereden keldi? Bildiğinler piyonun qilib Ondan sonra keyingi mazmun qiziqadigan do'stlar, meni guanjo qo'yishni hargiz unutib qolmanglar. Rahmat.